qanday qilib registratsiya qilish, verifikatsiya qilish va boshqa kerakli ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Xo'p, new account, ya'ni yangi akkaunt ochish. Country bizni davlatimiz so'rayapti. Bu yerga O'zbekiston, pastga akkauntimizni yozishimiz kerak. Va parol tanlaymiz. Keyin mana bu bitishgani qoldiramizda davom etishga bosamiz. Bizga shu bilan lichniy kabinet ochiladi va bizni aynan shu ochgan Gmail'imizga xabar boradi. Xo'p, mana bu joyda yana bizdan ma'lumot so'raydi. Profile, profession, industry. Xo'p, men shu yerga education qilaman. O'zim student bo'lganligim uchun employment statusga talaba qilaman. Qancha tradingda tajribasi bor deyapti. 1 yildan kam qilaman buni. Nima sababdan ochyapsiz deyapti. Men investment qilaman. Investitsiya. Oylik daromadlari so'rayapti. Boylik so'rayapti. Boylikda keyin inheritance qilamiz. Resursiga davom etish. Xo'p, video 3 minutdan oshyapti ekan. Mana bu bizni lichniy kabinetimiz. Kabinetimiz ochildi. Endi bizni qilishimiz kerak bo'lgan narsa profilimizni verifikatsiya qilamiz va mana bu joydan real akkauntlar qo'shishimiz mumkin. Verifikatsiya qilishimiz kerak. Become a real trader ga bosamiz. Keyin bizga mana bunday sahifani ochib beradi. Email verifikatsiyasi. Xo'p, send me kod qilamiz. Menga kod yuborishga bosganimizdan keyin bizni Gmail'imizga kod jo'natadi. Bu yoqqa o'tamizda mana your verification code. Kod keladi. Mana bu joydagi kodimizni kopiya qilamizda. Tak. Kopiya qilib bu yoqqa qo'yamiz va davom etish qilamiz. Gmail'imiz verifikatsiya bo'ldi. Endi keyingi qadam telefon nomerimizni verifikatsiya qilishimiz kerak. Buning uchun mana bu joyga nomeringizni yozishingiz kerak bo'ladi va kod yuborishga bosasiz. Eslatib o'taman, doimiy muntazam ravishda ishlatadigan telefon nomeringizni yozing bu yerga. Chunki pul yechib olayotganingizda aynan shu raqamga parol boradi. Va siz shuni kiritib, keyin pulni yechib olishingiz mumkin. Telefon raqamingizni kiritasiz va kodni jo'natish qilasiz. Bir necha soniyalarda telefoningizga kod keladi. Va davom etish qilasiz. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringlardek Gmail'imiz bilan telefon raqamimiz verifikatsiya bo'ldi. Endi bizdan so'raydigan keyingi narsa shaxsiy ma'lumotlar. Diqqat qilamiz do'stlar, mana bu joyda first name, keyin last name so'rayapti. Bunisiga ismimiz, bunisiga familiyamiz. Eslatib o'taman. Ismimiz bilan familiyamiz pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday bu yoqqa katta harflar bilan yozishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa verifikatsiyadan o'ta olmaymiz. Tug'ilgan yilingiz, oyingiz va sanasi. Adresga, pasportdagi adres yozishingiz kerak. O'zbekiston, viloyatingiz, keyin mahallangiz, ko'cha, shularni kiritib davom etishga bosasiz. Xo'p, men allaqachon lichniy kabinetimni verifikatsiya qilib bo'lganman. Bundan bu yog'iga o'zim ma'lumotlarimni yuboradigan bo'lsam, отказ qiladi baribir, chunki bitta shaxs 2-3 ta lichniy kabinetga ega bo'la olmaydi. Bundan bu yog'iga men o'tmayman, lekin siz adres yozganingizda davom etish qilasiz va keyingi sahifada pasportingizni rasmini, birinchi betini rasmini yuborishingiz kerak bo'ladi. Uni yuborganingizdan keyin ikkinchi betini yuborish deb so'raydi, adresni, ya'ni uchetniy zapis tarafini rasmiy olib turib tashlaysiz. Ba'zan adresni verifikatsiya qilmasligi mumkin, lekin rasmga tiniq olsangiz hech qanday yorug'liklarsiz yoki rasmni formati xira bo'lmasligi kerak, o'qishga qulay bo'lishi kerak. Yaxshi sifatli formatda yuborasiz va albatta verifikatsiya bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, e'tibor qilib turamiz.
siz dokumentlaringizni, hujjatlaringizni yuklab bo'lganingizdan so'ng, albatta birinchi navbatda Gmailingizga xabar boradi va yuqorida ham ko'rinib qoladi. Bir tarafda pasport ma'lumotlaringiz, bir tarafda adres ma'lumotlaringiz. Sizning hujjatlaringiz tekshirilmoqda degan yozuv chiqib turadi mana bu joyda. Va agar muvaffaqiyatli o'tsangiz, bitishga qo'yib qo'yadi. Shundan bilib olishingiz mumkin. Undan keyin sozlamalarga kirib, o'zingizning ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va shundan keyin depozit qilishingiz, cheklanmagan miqdorda va yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa o'tsam, mana bunday menga narsa chiqib turaveradi. Qachonki verifikatsiya to'liq bo'ladi, keyin pul yechib olishingiz yoki depozit qilishingiz mumkin. Va bularni o'tganingizdan keyin yangi akkaunt ochish qilishingiz mumkin. Bu yerda standart shot va centovoy shot bor. Pastda professional shotlarimiz Spread 0 Pro, bularda spread 0 ko'rib turganingizdek, komissiyasi bor, lekin spread 0 va minimal depozit 200 dan kam bo'lmagan miqdorda. Birinchi navbatda $200 qilib olasiz va undan keyingilarda xohlaganingizcha depozit qilishingiz mumkin. 200 dan kam. Shular bugungi men aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarning hammasi. Keyingi videolarga kuzatib boring. Qolgan ma'lumotlarni ham beraman. Qanday qilib terminalni tortib olish, unga ulanish, qanday savdo qilish, hammasini ma'lumotlarni beraman. Men odatda uzoq 20 minut, 15 minutlar video qilishdan qochaman, chunki zerikarli bo'lmasin deyman. Shu joyda videoni yakunlayman. Sizlarni keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'lom bo'ling.